Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Yana bir ishimizda Xudo xolasa topshirish arafasidamiz. Ishlarimiz bitdi. Xudo xolasa masjidlardan chiqib, orqasiga katalxonaga olib ketildi, trafiyaga. Yo'llarimiz yondi, ishlayapti. Xudo xolasa radiatorlarimiz issiq. Xudo xolasa issiqlik darajasi keldi. Yo'limiz yoqqanimizga Xudo xolasa 10 daqiqa bo'ldi. Shunaqasiga ketilgan. Bu yerda ham bo'lyapti. Xo'p. Shu tarzda Xudo xolasa chiroyli qilib berildi. Xolasa. Xo'p, bu yerga bitta radiator qo'yganmiz. Hop, shu tarzda ketgan. Xudo xolasa radiatorlarimiz Xudo xolasa issiq. Xudo xolasa solib ketdi. Ham bu yerlar Xudo xolasa sekin. Hop, bu yerda radiatorlarimiz bor. Shu tarzda olib chiqib ketdik. Hop. Montajlarimiz mana shu yerdan orqasiga keldi. Hop, kat yo'limiz to'plamon. Hop, kompyuter kater bunkerli. Hop. Gradusimiz Xudo xolasa 50 ga chiqib bordi. Xudo xolasa. Hop, kat yo'limizda yonish jarayonlari mana darajada yonyapti. Hop. Ko'mir solish joylarida ko'mir solganmiz, Xudo xolasa. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. 97 lik 555 28 91 raqamida. Hop, qarshi tillamasi ko'par zapansisti va profillarni so'zlab qo'yilgan. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'lasizlar.